Ko'pchilik tanishlarim meditsina sohasida ishlaganim uchun sog'liqlari bilan bog'liq shikoyatlarni aytib, men bilan mutaxassis tanlashda maslahatlashardi. Lekin shu sohani ichida yursam ham ba'zida ularga kerakli mutaxassisga yo'naltira olmay qolishim mumkin edi. Bunaqa paytlarda o'zim ham qo'shilib chin dildan yordam bergim kelardi. Shunaqa paytlarda ko'p o'ylab qolardim. Qanaqa buni tizimli qilsa bo'ladi? Qanaqa qilib qisqa vaqt ichida bir nechta mutaxassislarni solishtirishdi, ular haqida ma'lumot olishdi, imkoni borligini topish mumkinligini o'ylab qolardim. Va bu orqali men Medmapni, ya'ni tibbiyot dunyo xaritasini yaratishga qaror qildim. Va biz bu kuchli xohish va izlanishlarimiz natijasida Medmap onlayn tibbiy turizm platformasini yaratdik. Bu platformada siz bir vaqtni o'zida dunyodagi barcha top klinikalar haqida va O'zbekistondagi mahalliy klinikalar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'la olasiz. Bundan tashqari, sihat salomatligingizni tiklashdagi barcha jarayonlarni, xizmatlarni ham shu tibbiy platformada amalga oshirishingiz mumkin. O'ylaymizki, Medmap yillar davomida xalqimizga ishonchli, sifatli xizmat qila oladi. Biz bu loyihamiz orqali o'zimizning ezgu niyatimizga erishamiz.